أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد biz yuqorida alloh subhana taoloning fazl ihson va inoyati bilan ustoz abdulvahab xallob degan kishining ilmi usul fiqhi degan mush risola haqida darsimizni davom qilgan bo'lib bu darsimiz adillatul ahkam shar'iyya ninki to'rtinchi so'g'an illat bu illatninki bu to'rt arkondan biri kelgan bo'lib عذرا أدلة şer'iyenin tötün son nima kıyas. Bu kıyas töt erkenden bir kilgan bulup bunun tötünse nimeti yine illettir. Bu illetlen yukarı konuştuk. İlletten tarifi nime, kanda hos illet olurdu. Degendek ondan keyin nimaga vasf zohir u bu illatdan shartlari bu nima vasf munzabit bo'lsuludu munosib bo'lsuludu asliga qasros bo'lmaydi degan gaplar bilan bir qator tunishib o'tgandik. Ondan keyin illatning taqsimotlari onun bilan tunishib o'tdik. Buni to'rt bilgan illatul vasful munasib al muassir vasful munasib al mulaim yani şu vasf al munasib al mursal vasf munasib al mulgadab şununla biz ve amma ma sammahu ba'dul usuliyyin bil munasib al garibi degeni to'xtab qolib ekanmiz. Şu yanın o'zidan darsimizde davomlashtirishimiz inşallah. Ustaz Abdülvahhab Hallab deydi. Ve emma ma semmahu ba'dul usuliyine bil munasibil garibi. Fela yutasavvaru vücuduhu. لأنهم عرفوه بالوصف المناسب الذي رتب الشارع حكما على وفقه أو على وفقه ولم يثبت ولم يثبت اعتباره بأي نوع من أنواع الاعتبار وقد بينا أنه مع السعة أو مع السعة باعتبار جنس الوصف في جنس الأحكام لا يوجد مناسب غريب ولهذا لم يذكر صاحب جمع الجوامع المناسب الغريبة واقتصر على تقسيم المناسب إلى مؤثر وملائم ومرسل وهذا الذي اخترناه أما bazı usul ulemaları vasf münasip garip bilen atıgan bazı vasflar. Bir vasfki onu bazı usulçu vasfki münasip garip münasip tapatap kıldı. Beşincisini peyda kılıp. Aslı bu dört kısımdı. Muassir, vasf münasip muassir, vasf münasip mulaim, vasf münasip mursal, vasf münasip mulgadan ibaretti. Dört. Bazı usulcular bu beşincisi olan vasf münasip garip deb birini mundoq mı taptı. Ama bir nazik atıdı onu bazı usulcular münasip garip bilan atagan. Bu narsalar bunun vücudunu tasavvur kılınmaydı. Münasip garip degan bu sifatning vücudunu taakkul qilish, tasavvur qilish mumkin emas. Çünkü ular tunutdi ular u münasip garipni. Ne bilan ta'rif qildi? Münasip garip degan gap ne tunuştu ta'rif qildiki, vasf bilanki münasip bo'lgan. Shariy taolo bir hukmni u vasf münasibqa uygun halda şari inanıcı bir hükümünü beğen münasip uygun bir sıfat
deb bundaq tunishuvdi. Ammo bu vasf munosibni yuqoridagi e'tiboratning turlaridan bo'lgan hech bir e'tibor bilan buning e'tibori sabit bo'lmadi. Bununla hiç qanday bir e'tiboratlardan naslan yoki sunnat bilan kitob bilan ya sunnat bilan ya ijmo bilan bir taraflardan bo'lgan shu yuqorqi e'tiboratlar bilan bu yoki mo'tabar ya mulg'o u degandek bu yuqorqi e'tiboratlarning turdan bo'lgan hech bir taraflar bilan uning e'tibori ham sabit bo'lmadi. Qaysining vas munosib g'aribning ve çokum bayan kıldık biz. Çokum bu vasf nime vakat beyyana ennehu ma'a saati fi itibari cinsil vasfi fi cinsil ahkami la yucedu münasibun garibun. Çokum bayan kıldık. Şundak ken kölemde bayan kılışlan bayan kıldık ki vasfның cinsini hükümның cinsideki vasfның cinsini itibar kılışta shunda g'arib bir munosibninki vasf munosib g'aribning mavjudligicha hukmninki jinsining o'ziki vasfning jinsini e'tibor qilishda vasf munosibning gap yo'q. Biz keng shuna bayon qildik. Faqat bayyana annahu ma'as sa'a aw ma'as si'ati. Nimani? Vasfning jinsligini, hukmning jinsligi vasfning jinsini mo'tabar deyishda mo'tabar bo'lg'achqa mushu vasf bu hukmga loyiq bo'ladi deb bu xil e'tiborga ilishda keng ko'lamda bayon qildik. Shundoq keng ko'lamda bayon qilgan turg'uliq shu keng nurg'un e'tiborat orsichu g'arib munosib g'arib degan binas yo'q. O narsa tilga ilinmagan, bayon qilinmadi bu. Shunda keng turda bayon qilingan bilan bu munosib g'arib degan gap bu yo'q deydi. Mushu jihatdan Jam'ul Javomi'ning sohibi, ya'ni o kishi Tajiddin Subki demakchi-da. Tajiddin Subki asli bu kişinin ismi Abdülvahhab ibn Ali Subki. Bu 771 yılı vafot etib ketgan kishi ekan. Bu Tajiddin Subki degan kishi. Bu kishi Shafiy mazhab tarix shu taraf naqlaydi ekan. Demak bu Jamul Javomi'ning sohibiki Tajiddin Subki degan kishi tilg'anmadi buni. Qayni bu vasf munosib g'aribni shundoq bo'lsa bu e'tiboratning turlarini keng ko'lamda shuna bayon qilgan turg'uliq bu u yerdan o'rnanmadi. Bu Jamil Javomi degan kitobni o'zida. Yana hamda bu yilqi Jamil Javomi deb bir diqqat qilgan biriga bu yilqi Jaloliddin Suyuti'ninki hadis barisida Jamil Javomi yoki El Jamiul Kabir degan bir kitap var. Jamil Javomi onun ismi. Yoki Jamiul Kabir degan. Bu hadis haqida kitap. Ma'nolan iltibos subqasi bo'lmaydi. Bu Jaloliddin Suyuti'ninki muallafat asarlarining qatoridan. Ammo u Jamil Javomi bu Tajiddin Subki'ninki bu kitabi. Bu adam bu munosib g'arib munosibnicho vasf munosib g'aribni tilg'anmadi. Ve çeklendi ki bu Cem'ül Cevami'nin sahibi münasip ne? Muassirga, mulayimga ve mursal kıl taksim kılışga. Hatta bu kişi mulga buluş itibarıyla bunun tılganmadı. Bu üçü yıl çeklendi deydi. Ve hazellezi ihtarnahu. Ve hazellezi ihtarnahu. Biz mi? Şunu tanıdık dedik ki Ustaz Abdülvahhab Hallab degan kishi. Endi bunun munosib mursal degan nima deydi. Yuqorida munosib muassir undan tunishdik. Ikkinchi vasf munosib mulaim bundan tunishdik. Uchinchi endi vasf munosib mursal. Bu nima esa والوصف
الذي لم يرتب الشارع حكما على وفقه ولم يدل دليل شرعي على اعتباره بأي نوع من أنواع اعتباره ولا على إلغاء اعتباره، فهو مناسب أن يحقق مصلحة، ولكنه مرسل أي مطلق عن دليل اعتبار ودليل إلغاء. وهذا هو الذي يسمى باصطلاح الأصوليين المصلحة المرسلة. Üçüncü vasf münasip mursal. Bu nimasa bir vasf ki illet nima hüküm inin üstü kurulgan bir illet bu ma. İllet yani vasf demekçi. O illet vasf. Bu bir vasf ki şari taala inin ki vasf ki uygun halda bir hükümcü bəmidi. Nimige mursal boğaşka. Ve bu e'tibarning turlaridan bo'lgan hech bir turlardan onun boludu bu mu'tabar degangimi wala buning e'tiborining beka qilinib ketganligimi hech qanday shar'iy dalil yo'q. Bundan qat'iy undan uzoq bu vasf mu'tabar shar'iy jihatda yoki mulg'o degan gap yo'q. Onundan mutlaq mursal degan mutlaq demakchi-da. O olsa münasip, o olsa co, o vasf, münasip vasf, o bir paydını, maslahanı vücut çıkırdığın bir maslaha, nima vasf degen, onun mu'tabar yoki mulg'a ekanligiga shar'iydan hech qanday bir dalil yo'q. Buning o'zi vasf münasip, mursal deyildi o deydi. Lekin bu olsa mursal. Mursal deganlikning o'zi o İtibar degan delildi mutlak ve ilga degan delilden hem mutlak. Bu qataq elindi. Bununla nim qılınudu, buna nazar tutuludu ya nazar tutulmaydı degan hech qanday bir gap yo'q. Müşahittim bunun mursal değildi deydi. Bunu usul ulamalarının ıslahida bunu ço maslahatul mursala deb ataldı deydi. İslahda maslahatul mursala deb ataldı. Onun misali mesela ومثاله المصالح التي بنى عليها الصحابة تشريع وزع الخراج على الأرض الزراعية وضرب النقود وتدوين القرآن ونشره وغير هذا من المصالح التي شرعوا الأحكام بناء عليها ولم يقم دليل من الشارع على اعتبارها ولا على إلغاء اعتبارها. Onun misali qaysi bu münasib mursallar ise bir maslaha ki bu ki kurdu o masalihinin üstüge sahabe-i kiramlar aş maslahatni ko'z turib nima qildi bir ahkamni qurdi. O ahkam nima etsa terilg'i zimin ustidagi xirojni boj baroq u bu degandek uni xirojni qo'yishning tashri ekanligini qo'ydi. Buni masalan 5dan 1 yo 10dan 1 degandek chiqqan mahsulotning buni davlatga topshirilgan bu vaz'il xirojni iborat bu tashriyani ash maslahani ustida qurdi. Masalan pulni vadarba nuqud bunu pulni so'qish tengi pullarda pulni qujush yoki degandek Qur'oni Karimni to'plash bu Qur'oni Karimni shar qit'alarga yeb nashr qilish va bundan boshqa nurg'un maslahat borki u sahoba karamlar qanday qildi ahkamni ash masalih ustiga binoan yo'l qo'ydi. Ammo shariat ta'aladan bu masalihimiz mu'tabar ko'z tutildi bo'pti veya o masalih bo'lmabdi degan dalil degan gap yo'q. Ammo maslaha bor. Maslahani vujud chiqirdi bu. Gerçi bu mutlaqo bo'lsa-mu maslahatni vujud chiqirdi. Lekin mursal. Mursal deyishimiz shariat ta'aladan bo'pti ya bo'lmabdi degan bir dalil yo'q. Bunun misali bu deydi.
وهذا المناسب المرسل اختلف العلماء في تشريع الأحكام بناء عليه، فمنهم من نظر إلى ناحية أن الشارع لم يعتبره فقال لا يبنى عليه تشريع، ومنهم من نظر إلى أن الشارع لم يلغي اعتباره فقال يبنى عليه التشريع، وسيأتي بحثه مفصلا. Bu misal vasf münasip mursal olsa ulamalar bununla binaen hükümlü kuruş hakkında bir sallaşlar düşüp kaldı. Uladın bir kişi karab çıktı bu. Şari Taala bunu qanday qilmadi, e'tibor qilmadi, hech qanday bu nazarga olmadi, bu e'tibordan soqit deb turib, buningga dediki hech qanday shar'iyninki ahkomlarining bo'lgan bir ahkomni usti qurilmaydi, ya'ni tashri'ni bir hukmni berilmaydi, hukmni qurilmaydi degan deb mana deganlar bo'ldi. Nima uchun shari uni e'tiboriga olmadi degan tarafga qarab. Yani ulardan usul ulmolardan bo'lgan bir turkum dediki, yo'q, buning sharit ala uning e'tibor ekanligini ishdan bo'shatmadi. Uni ilg'o qilib bekor qilib o'tmadi. Degan tarafga nazar qilib, dedi nim deb, anaqa hukmni qursak bo'ladi. Uningga tashri'ni quriladi deb bunday dedi. Bu ulmolarning ixtilof qilishiga sababi shu. Bu mana munosibul mursalning o'ziga teşri'ni yani ahkamni qurmiz qurmaymiz deyishga sabab, qurmiz deganlar olsa buningga Rabbana subhanahu va taolani shari taala uning e'tiborligini ilg'o qilyapmidi degan jihatdan hukmni quriladi, shariy quriladi dedi. Qurmaymiz deganlarcha uni Alloh subhanahu va taolo e'tiboriga olmadi degan tarafga nazar qildi. U jihatdan onunla ahkam yoki tashri qurilmaydi deganlar bo'ldi. Mana ulamalar ixtilof qilib qoldi, ammo uning bahsi tahima tafsiloti, uning bahsi tafsilati mufassal bo'lgan holda patpursat keladi deydi. To'rtinchi bo'lgan vasf nima? Vasf munasib al-mulgha. وهو الوصف الذي يظهر أن في بناء الحكم عليه تحقيق مصلحة ولم يرتب الشارع حكما على وفقه، ودل الشارع بأي دليل على إلغاء اعتباره. Mulg'a bo'lgan, ilg'o qilib ketgan, amaldan bo'shilib ketgan, hech uning uchun e'tibori bo'lmagan munosib sifatlar. Vasf munosib mulg'a. O bir vasfga oshkor bo'lish chuqur hukmni shu vasf mulg'aga, vasf munosib mulg'aning ustiga hükümni qurib chiqishda bir foydaning o'zi chiqishi bor. Bunda bir foyda bor. Az olsun bir foydasi bor buning. Ammo shariy ta'alacho bu vasf munosib vasf mulg'aga yarasha mushunga uyg'un holdacho bir hukmni bermadi. Va vadalla shari'u va nima qilmadi? ودل الشارع أي لم يرتب الشارع اشتغلت بهما و shari taala qanday qilmadi? U vas mulg'aga uyg'un holda bir hukmni bermadi. Va dalla shari aniq aytmaskan, ha? Va ko'rsatdi. Shari ودل الشارع بأي دليل على إلغاء اعتباره. وبنغجو كرسته شارع onunki vasf münasib mulg'aning e'tiboriningki ilg'o qilib ketganligiga bir dalil keltirdi. U jihatdan vasf mursalda onun mulg'aligimi ilg'o qilib ketganligimi onundan mutlaq va onun mo'tabar ekanligidan mutlaqdir. Amma ma'noda cho deganda ma'noda buningki bu vasf munosib mulg'aning e'tiboriningki
ilg'o qilinib ketganligi bir delil bilan shariy taolo delil talab delil keltirdi deydi. U jihatdan bu mulg'o baribir bu amaldan qoldirilgan sifat bu. Bunaqa ahkam qurilmaydi demoqchida buningda. Bunun misali qandaq desin? Mislu tasavil ibni vel binti fil qarabati لتساويهما في الإرث ومثل إلزام المبتر عمدا في رمضان بعقوبة خاصة لردعه وهذا لا يصح بناء تشريع عليه وهذا لا يصح بناء تشريع عليه وسيأتي بحثه مفصلا. Buna misal mesela oğullan kızını atanıga va boshqa merosga yaqin bo'ladigan tutishadigan yaqinlikda nima qilish o'g'illan qizning barobar bo'lishi qarobatda ataniga va boshqa merosxo'rlarga ikkilisining barobar bo'lganligi qanchaqdir merosda bu mu atanız ber bu mu bunun balası bu mu bunun balası o'g'il olsun qiz olsun deb buni o'xshash munda qilish. Bunun o'zigacha ahkam bino qilinmaydi. Bu ilg'o qilinib ketgan bir nima vasfga munosib vasf munosibga mulg'o bo'lgan vasf munosib. Bu ikkisini qarobatda barobar bo'lish ikkilisi irsida o'xshash o'g'ashqa merosda barobar bo'lsin uchun bu o'g'il qizni yaqinlikda barobar bo'lishi. Bunun o'zi bunun qarta ahkam tartib topmaydi deydi. Ve qasdan Ramazonda ro'zani buzayotgan odamninki bir xos bir jazo bilan u odamnichu nima qilish uchun u odamning keyingi ro'zchi va boshqalarni cheklab to'sish uchun xos bir jazo bilanchu Ramazonda qasdan ro'zni buzdirayotgan odamninki bu jazoni nima xos bir jazoni bekitgan o'xshash deydi. Masalan bunun o'zini kaparatdan boshqa bir jazosi yo'q buningda. Kaparatdan qasdan ro'zni buzayotgan odam kaparatdan boshqa. Buni xos alayda boshqa mandaq nima buni yana bir jazo bu degilmaydi. Bunun o'zi bu xil sifatlar bu vasf munosib mulg'oning o'zi bunun qartacho tashri' yana hukmning o'zidan usti qurib chiqish mumkin emas. Dursunmaydi. Buning bahsi pat fursatda tafsil bo'lib keladi deydi. Xo'sh, darsimizning davomi keyingi soat bo'ladi. Alloh xolisa, mana shularga kifoyalimiz va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.